$10,000 nitni qo'yganimdan keyin professional bo'lganman. Undan keyin 41 ta spikerda o'qib chiqqanman. Bizda shunaqa qilishadi hamma. Misol, umuman nit haqida tushuncha yo'q. Ko'pchilik kosmetologlarda nit haqida tushuncha yo'qda. Yangi novichoklar keladi-da, "Men master klassingizda bugun o'rganamanmi?" deydi. O'rganasiz, siz nit haqida tushunchaga ega bo'lasiz. Ya'ni birinchi master klass sizda nitkada nimalarga e'tibor berishingiz kerak, nimani o'qib o'rganishingiz kerak, o'sha haqida bo'ladi sizning master klassingiz. Yangi nit o'rganadigan qizlarga birinchi o'rinda обязательно постановка руки bilan. Ya'ni prosta kelib, misol mana yaqinda biz master klass o'tdik, 25 kishi talpa bo'lib ketgan, shunday qizlar kelyapti-da, ko'ryapti-da. Bo'ldi, videoga olsak bo'ladimi? Videoga olish bilan ish bitmaydi. Siz faqat tajribaga tayanib ishlashingiz kerak. Ya'ni qo'lingizda xotirasi qolib ketish kerak-da, qanaqa qilib движение, qaysi qavatda teringizni qaysi qavatida ishlayotganingizda sizni palsingiz, palchiklaringiz eslab qolishi kerak. Siz qaysi teri qavatida yurganingizda o'zingiz his qiling deyman. O'shandagina o'rganish mumkin. Qachonki nit terini ostki qavatiga, ya'ni dermani ostiga tushib ketib qolsa, foydasi yo'q, siz faqat pulga tushib qolasiz. Ko'p kosmetologlarim ham kelganda, darsga mana o'sha master klassimga kelganda, "Men nit bilan ishlayman" deydi-da, keyin o'sha kelgandan keyin, "Endi boshqacha ishlar ekanman. Men noto'g'ri ishlagan ekanman shu vaqtgacha" deb o'zlari anaqa ketadi, tasdiqlab ketadi. Bemalol eshigim ochiq, unaqa shogirdlarim juda ham ko'p, shuning uchun har biriga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat